Assalomu alaykum. Demak, tangens kvadrat x dan integral olishimiz kerak. Ko'pchilik buni belgilash usulida ishlashni bilmaydi. Shuning uchun keling ko'rib chiqamiz. Demak, tangens x ni biz w deb olsak, bundan hosil olsak, 1 taqsim kosinus kvadrat x dx bo'ladi. Demak, bu esa w dan hosil olsak 1. Demak, mana bu narsa mana uni o'rniga esa, biz nimani qo'ya olamiz? Qarang, sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x imiz teng 1ligidan buni biz kosinus kvadratga bo'lib yuborsak, tangens kvadrat x plus 1 teng 1 taqsim kosinus kvadrat x. Demak, mana shundan biz mana shu yerga zamena, ya'ni almashtirib yuborsak bo'ladi. Demak, 1 plus tangens kvadrat x dx teng bo'lar ekan w dw ga. Demak, mana bu esa 1 plus t kvadrat 1 plus w kvadrat uzr. Demak, w kvadrat dx teng dw ga. Demak, nima qilamiz? Mana bu joyga olib borib qo'yamiz. Shunda bizga tangens kvadrat x o'rniga w ni qo'yamiz. Dx o'rniga esa buni bu yoqqa o'tkazsak, dw taqsim 1 plus w kvadrat bo'ladi. Demak, mana w kvadrat uzr, chunki mana qo'ydik. Demak, bu yerda biz w kvadrat plus 1 minus 1 bu w kvadrat plus 1 dw dan integral olishimiz kerak. Demak, bu esa 1 minus 1 taqsim w kvadrat plus 1. Shundan integral olishimiz kerak. Mana bu dw desak bo'ladi. Demak, bundan w chiqadi. Minusdan arc tangens w plus s chiqadi. Endi buni joyiga qo'ysak, mana bundan arc tangens. Chunki mana standart formula. Tangens x minus mana bu arc tangens x bu x ga teng bo'ladi plus s bo'ladi. Demak, mana shunaqa ishlanadi.